Xitoy hökumətinin Uyğurni yo'qotish taktikalari haqida. Abduri Erkin Sidiq. Hozir Xitoy hökuməti Sharq Turkistondagi Uyğur qatorliq Türkiy xalqlarga qandaq zulmlarni selayotganligini chet eldagi qarindoshlar asosiy jihatdan biladi. Ammo mening his qilishimcha bir qism qarindoshlar bo'libmi Uyg'urlarning hozirgi hol ahvolini chet ellik xalqlar va har xil chet el hukumat amaldorlariga tushuntirayotgan bir qism qarindoshlar Xitoy hukumati hozir yo'lga qo'ygan suiqasdlarning eng oxirgi maqsadining nima ekanligi hamda shu maqsadga yetish uchun ishlatayotgan taktikalar qaysi ekanligi haqida to'liq va to'g'ri tushunchaga ega emas. Shundoq bo'lg'achqa men mazkur yozmamda o'zimning kuzatishi va izdinishi orqali bayqagan va to'plagan bir qism uchurlarni xulosalab o'taman. Mening ba'zi chet ellik tanishlarim mendan texi bir qancha kun oldinlar Uyg'urlarning hozirgi ahvoli qandaroq, seningcha yaxshilanish bo'ladigandekmi deb so'radi. Men ularga Uyg'urlarning hozirgi ahvoli intayin nachar, umumiy manzara intayin fojialik. Buningdan keyin qandaq bo'ldiganligi bizning buningdan keyingi tirishchanligimizga bog'liq deb javob berdim. Yig'inchoqlab aytganda, Xitoy hukumatining hozirgi tüp maqsadi Uyg'urlarni bir millat sifatida yo'qotish bo'lib, u assimilyatsiya qilib yo'qotish, ruhiy va jismoniy jihatdan meyiblaştırıp yo'qotish, tabiiy ko'payishni to'xtatib yo'qotish va o'ltirib yo'qotish qatorliq 4 cho'ng asosiy tarmoqni o'z ichiga oladi. Tövəndə mən shu 4 cho'ng tarmoqni va Xitoy hukumati har bir tarmoqda qo'llanayotgan taktikalarni qisqacha bayon qilib o'taman. Birinchi, assimilyatsiya qilib yo'qotish. Qarindoshlar bu jihatda yuz berayotgan ishlarni hammadan yaxshi biladi. Xitoy hukumati bu ishni kam deganda mundaq 4 jihatdan elib berayotdi. Birinchi, Uyg'ur millatining dini, tili, madaniyati, urf-odati va Uyg'urlikqa vakillik qiladigan yoki Uyg'urlikni namoyon qiladigan boshqa barliq narsalarni cheklab yo'qotish. Ikkinchi, Sharq Turkistonga ko'plab Xitoy nopusini ko'chirib kelib, Uyg'urlarni nopus jihatda o'z makonida bir nihoyatda kichik millatga aylantirib qo'yish. Uchinchi, o'qitish va xizmat berish bahonasi bilan bir qism Uyg'urlarni Xitoy o'lkalarida yoshitib, mengi yuyish. To'rtinchi, yumshoq va qattiq inson injenerlik vositalaridan foydalanib, Uyg'urlarning mengisini yuyib, ularning boshqa barliq ruhiy dunyosidagi Uyg'urlik elementlarini tozalab chiqarib etib, uning o'rniga Xitoylarga tava elementlarni qachilash. Bu yerdagi oldingi 3 soha qarindoshlarga bir qadar oydin bo'lib, men bu yerda 4-chi soha ustida ozroq to'xtalaman. Hozir Xitoy hukumati qamalmagan Uyg'urlar va yetim bolalar markazlariga solingan Uyg'ur bolalarni mengi yuyish orqali o'zgartishda asosan Xitoy tili
və Xitay mədəniyyətini məcburi ügütüş, siyasi ügünüş qıldırış, Xitayca naqşı etqizüş, Xitayca usul oynağızış və Xitaylar bilən bir öydə turuşqa məcburlaş qatarlıq yumşaq vasitələrini qollanavatıdı. Türmə və cəza lagerlərə solanğan Uyğurlarını özgərtişdə bolsa, yuqurdakı yumşaq vasitələrdən başqa yana intayin vəhşi tən cəzalardan ibarət qattiq vasitələrini qollanavatıdı. Angliyalik Uyğurshunos Joan Smith Finley xanım o'tgan yili, ya'ni Uyg'urlarga qartilgan bastirish siyosatlari eng avjiga chiqqan mezgilda Uyg'ur rayonida tekshirish elib borgan g'arb olimlarining biri bo'lib, yaqinda Erkin Asiya radiosi u Uyg'urlar haqida yozgan bir parcha maqola haqida xabar berdi. Xabarda mundaq deyiladi. Naql. Finley xonimning ko'rsatishicha, u Uyg'ur elidagi tekshirishni oyoqlashtirib, iyulning 5-da Angliyaga qaytgandan keyin Angliyalik yozuvchi George Orwellning 1984 nomli romanini o'qish majburiyatini his qilgan. George Orwellning mazkur asrida hukumat G'o'ja aka deb qaraladigan odatdagi avom puhraning hech qandaq o'z oldiga fikr qilish erkinligi bo'lmagan. Ularning barliq ish harakatlari, kuzatish apparatlari, maxfiy tinchig'ich va hatto televizorlar bilan ta'qib qilinib turadigan bir zulmatlik jamiyat tasvirlanadi. U maqolasining oxirida bu tuyg'ularni mundaq ifodalagan. Bu mashhur asar bilan navbatda Xinjiangni o'z iskanchisiga olgan asabiylikni tugutish va ideya o'zgartish harakatlarining butunlay jipsilishadiganligi hayron qolarlik edi. Kitobning oxirgi qismidagi bosh personajning so'roqchisi munolarni oshkorlagan edi. Biz dushmanlarimizni butunlay tarmar qilmaymiz. Balki biz ularni o'zgartimiz. U bid'atlar bizga qarshi turdikan, biz ularni vayron qilmaymiz. Ularning e'tiqodini o'zgartimiz. Ularning ruhiy dunyosini asir olamiz. Ularni qayta yasab chiqamiz. Sening iching kavaqlashidi. Seni ichingdan siqib chiqarib, uning o'rniga o'zimizni to'shtiramiz. Naql tugidi. Yuqoridagi mazmun hozir vatandagi Uyg'urlar ustidan elib berilayotgan assimilyatsiya va ideya o'zgartishning nima ekanligini nihoyatda obrazliq tasvirlab berdi. Men George Orwellning 1984 degan romanini bir qitim o'qib chiqish uchun uni Amazon tordan setib oldim. Ikkinchi, ruhiy va jismoniy jihatdan meyplashtirib yo'qotish. Biz burun jazo lagerlarida bir mezgil tutib turilib, keyin qo'yib berilgan hamda chet elga o'ngishliq chiqib oladigan bir qancha qarindoshlarimizdan jazo lagerlarida qandaq tan jazolari va qiynashlarga uchraganligini angladik. Ular deb bergan ishlarning ichida bir xil dori ichirish, uyqusiz qoldirish, yo'lbos o'rindiqida uzun muddat o'ltirg'izish, tok orqali qiynash, zanjir kishanlarda bog'lanib, midirli olmas qilib qo'yilgan bir xil holatda tunlarni o'tkazish qatorliqlar bor bo'lib,
ulardan ba'zilari bundaq qiynig'icha meni o'ltirvasimi bo'ptikan degan istaklardimi bo'lganligini tilga oldi. Buningdan bir qancha oy ilgari ijtimoiy taratqularga vatandan kelgan mundaq bir uchur chiqdi. Janubdagi ma'lum bir jazo lageri muddati to'shqan bir qism Uyg'urlarni qo'yib berib sinagan. Ularning ichidagi o'z uyini tepib ketolmaganlarni qo'yib berib, o'z uyini tepib boralganlarni tutib, jazo lagerlariga qaytadan so'lagan. Bu yil 3 yanvarda www.checkit.com degan tor jurnalda bir parcha inglizcha maqol e'lon qilindi. U maqolada mundaq deyiladi. Qozog'iston grajdani Abel Amantay o'tgan yili Sharqi Turkistonga borganda u tutilib, Bo'rdalarning Jinnayisidagi bir jazo lageriga solindi. Uning dadisi nurg'un yo'l mengib, o'tgan yili o'shkin joyda uning bilan ko'rishish fursatiga erishib, uning bilan ko'rishdi. Hamda o'g'lining jazo lageridan chiqib, bir zavodda ishlaydiganligini, iyiga 650 so'm maash oldiganligini bayqaydi. Abel Amantay hozir har 2 oyda bir qitim Qozog'istondagi ayoliga telefon qilish ijozatiga erishgan bo'lib, uning ayoli muxbirga mundaq deydi. Erim ancha ko'p gap qilmay, faqat nurg'un narsalarni o'rganyapman deydi. Ammo u har qitim telefon qilganda balalarimning ismi nima, qancha yoshga kirdi, qanchinchi sinflarda o'qiydi deb so'raydi. Qaraganda u hozir nihoyatda og'ir darajadagi esini yo'qotish holatida o'xshaydi. Biz lager yoki turmalardan qo'yib berilib, uyiga berib biror hafta o'tgandan keyin o'lib ketgan Uyg'urlarning ishlaridan nihoyatda ko'plarini angladik. Men yaqinda Amerikada 2 magistrlik unvoniga erishib, vatanga qaytib ketgan Mutallib Nurmuhammad inimizning bir jazo lageridan chiqib 10 kun o'tganda lagerdagi vaqtida uchirgan ig'ir tan jazolarining zahmisidan 41 yoshida o'lib ketganligini o'zimning Facebook 100 daftari temiga yozdim. Mutallib ukamiz Kaliforniyada o'qiyotgan vaqtda biz bir rayonda turgan hamda aka ukadak yaxshi o'tgan edik. U intayin bastlik, intayin qovul va intayin sog'lom bir yigit edi. Hozir bu xildagi ahvol vatanda keng ko'lamda yuz berayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bizning bildiganlarimiz intayin oz. Ishqilib jazo lagerlarida o'lib ketayotgan Uyg'urlarning xabarlarining oxiri uzilib boqmadi. Uningdan boshqa vatandan chiqqan Xitoy saqchilari jazo lagerlaridagi Uyg'urlarga badanni qiynaydigan tan jazosi berayotgan ko'rinishlar intayin vahshiy bo'lib, ularning ba'zilariga odam qarashqimi bardoshlik berolmaydi. Shunglashqa biz o'z-o'zimizdan hozir jazo lagerlarida turayotgan qarindoshlarning qancha persenti jismoniy jihatdan butun odam bo'lib turayotgandi deb so'ramay turolmaymiz. Xitoy hukumatining hozirgi plani o'lib ketmagan Uyg'urlarni menga yuyish, dori ichkizish va ig'ir tan jazolari bilan
qattiq qiynash orqali hech qandaq talabga yo'q deyolmaydigan, boshqalarga hech qandaq qarshilik ko'rsatolmaydigan, qo'ydak naga yetilsa shu yerga mangdigan, o'lib ketkicha Xitoyga haqsiz yoki yuqorqidek intayin oz pulga ishlab berdigan, ruhiy va jismoniy jihatdan ig'ir darajada meyplashgan yerim mashina odamlarga aylantirib qo'yish ekanligini ko'rib olish tas emas. Xitoy hokimiyati bundaq ishlarni Uyg'urlarga burunmi qilib baqqan. Masalan, Jallod Xitoy Wangjin Sharqi Turkistonda 1949dan 1953 yillari keng ko'lamlik qirg'inchilik ilib berib, keyin markazga doklad berganda, men Şinjangda keyinki 50 yil ichida birarmi aksil inqilobchi chiqmaydigan qilibitman degan. 3. Uyg'urlarning tabiiy ko'payishini to'xtatib yo'qotish. Bir qancha oyning oldida vatandan kelgan ba'zi uchurlarda jazo lagerlaridagi 15 dan yuqori yoshdagi barliq xonim qizlarga bir xil dori ichkizilganligi. Shuningdan keyin ularning hammasi hayz ko'rishdan to'xtaganligi tilga ilindi. Naiti ko'p sondagi Uyg'urlarni tutib, ayollarni jazo lagerlarida ayirib etish, jazo lagerlaridagi ayollarni zavodlarda ayirib ishlatish, erini tutib ketib, ayolini uyda qo'yish yoki ayolining uyiga Xitoy erdan birini tiqib qo'yish hamda erlarni Xitoy o'lkalaridagi turmalarga elib ketish qatorliq vositalar bilan Xitoy hukumati hozir ayol bir uyda turadigan normal Uyg'ur oilasining nisbatini intayin kichik songa tushirib qo'ydi. Agar bundaq ishlar davomlashaverdikan, ma'lum vaqt o'tgandan keyin Uyg'urlarning tabiiy ko'payishi asosan to'xtab, yangidan Uyg'ur tug'ilmaydigan bir ahvol vujudga keladi. 4. Uyg'urlarni o'ltirib yo'qotish. Bu jihatda hozirgacha Xitoy hukumati qo'llanayotgan taktikalardan mundaq ikki xili xabar qilindi. 1. O'pchi o'ltirib yo'qotish va 2. Tarqoq o'ltirib yo'qotish. O'tgan yilning 10-11 oylarda ijtimoiy taratqularga mundaq bir uchur chiqdi. Xitoyning Korladagi ishlab chiqarish qurilish armiyasi bir kechada atrofdagi Uyg'ur kentlaridagi 100 ming atrofidagi Uyg'urlarning hammasini qirib qerilar, ayollar va bolalarni saq qo'ymadi. Men ayni vaqtda Xitoy hukumatining bu ishni qilishdagi maqsadini degandek yaxshi tushunolmagan edim. Yaqinda Xitoyning bir yo'l, bir balbaq qurilishi haqidagi bir hujjatlik filmini ko'rgandan keyin ondan bu ishni tushundim. Xitoy hukumatining bir yo'l, bir balbaq qurilishining bir halqiliq tarkibiy qismi Korlini O'rta Osiyo va Yevropaning erkin savdo markaziga aylantirish ekan. Demak, Korladagi Uyg'urlar bu qurilish uchun bir ortiqcha yuk bo'lib qopti. Shuning bilan Xitoy hukumati dunyoga bildirmay, u yerdagi Uyg'urlarni bir kechada yo'q qildi.
Мушындақ іш Шарқы Түркістанның башқы ерлердімі yüz бәрдімі yo'q? Мәнді о жәтті мәлімат yo'q. Xitoy hökumətinin məqsədlik halda aç qoyuşı, dori işkizishi və intayin vəhşi tən cəzalarını işiltishi nəticəsində hazır Şərqi Türkistandakı türmə və cəza lagerlərdəki Uyğurlar nəhayət köp sanda ölüb ketivatıdı. Mən ötkəndə Mihrigül Tursun sınglimiz təminləyən paketqa asasən lagerdəki hər milyon Uyğurlardan hər 3 ayda 130 mingdən artıq adam ölüb ketivatqanlığını hesablab chiqqan edim. Bu sahədə sırtqı chiqqan uçurlar ancha köp bo'lmag'achqa haqiqiy ahvolning zodi qandaqligini belgil bo'lmaydi. Onundan başqa hazır yetim balalar mərkəzlərə solanğan Uyğur balalarının sanımı 500 min ətrafıda bulub. Uladımı ölüb ketivatqanlar nəhayət köp. Ötken yıl vətənimizin cənubidagi bir şəhərə chet eldən tuqqan yo'qlab bargan bir Xitoy chet elga qaytib kelgandan keyin mundaq bir ahvolni yozdi. Uning tuqqunining zavodi bilan bir turmaning orliqida bir qancha kilometr kenglikdagi ishiltilmagan sayliq bor bo'lib, hozir u sayliqning hamma yeri ashu turmada o'lgan kishilarning yerligi bilan to'shib ketibdi. Men oldingi maqolamda yozganimdek, hozir Xitoy o'lkalariga tarqitilayotgan Uyg'urlar o'zining nada ekanligini bilmaydi ekan. Ularning oilasi, ularning Sharqi Turkistonda emasligini bilmaydi ekan. Hamda Xitoy o'lkalaridagi Uyg'urlar qamalgan turmalarning atrofidagi xalq yenidagi turmaga nəhayət köp sondagi Uyg'urlar to'shib kelinganligini bilmaydi ekan. Xitoy hökumatining ishni mushundaq taraqqida qilishning birla maqsadi bor. U bo'lsa-mu, ashu Uyg'urlarni toki o'lib ketkicha Xitoy o'lkalaridagi turmalarda saqlab, haqsiz ishiltish. Uyg'urlarni turma va jazo lagerlarida az-azdan o'ltirib turish meningcha bir xil tarqitib o'ltirish taktikasiga kirdi. Shunlashqa men yaqindan buyon o'z leksiyalarimda jazo lagerlarini odam o'ltirish zavodi deb atab keldim. Yuqoridagi 4 xil taktikadan foydalanib, Sharqi Turkistondagi normal turmush kechirayotgan Uyg'urlar emas, balki turma va lagerlarning sirtidagi ro'yi va jismoniy jihatda yerim meyib holatiga keltirilgan Uyg'urlarning nüfusini 6 yoki 7 millionga tushirish butunlay mumkin. Hozir Xitoy hukumatining qilayotgani dal ashu ish bo'lishi mumkin. Buningdan birər hafta burun doktor Məmtimin bir parcha maqola tayyorlab, Xitoylar buningdan taxminan 2300 yil burun ijod qilgan xalqni kontrol qilishning 5 xil usulini qisqacha tonishtirdi. Hozir ashu usullarning ba'zilari Uyg'urlarni kontrol qilish uchun qo'llanilyotidi. Men texi o'qib baqmagan qarindoshlarga ashu yozmani bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilaman. 5. Qamalgan Uyg'urlarning soni zodi qanchalik? Men bu haqda hozirgacha to'plagan
Sonliq ma'lumotlar tövəndikidək. Li Fang ismlik bir Xitoy ziyolisi sun'iy hamro orqali tarqatilgan rasmlarni tekshirish orqali Sharq Turkistondagi boshqa binolardan ayrilib turadigan yerlarga joylashgan turma bilan jazo lagerlariga 1,360,000 odam sig'idi degan yakunni chiqardi. Bu yakun Nyu-Yorkda chiqadigan The Epoch Times gazetining 2018 yili 28 dekabrdagi bir parcha maqolasiga chiqdi. Li Fang apandi kentlarning ichiga joylashgan egiz ho'yli tomlari va qorovulliq munorlari yo'q turmalarni topolmagan hamda shaharlardagi cho'ng binolarning ichiga joylashgan va yer ostiga joylashgan jazo lagerlarini farq etolmagan. Agar ashundoq farq etish mumkin bo'lmagan turma va jazo lagerlariga solangan Uyg'urlarning soni yuqoridagi sonning 25%ga to'g'ri keladi desak, u 340,000 odam bo'ladi. Xitoy o'lkalariga 500,000 Uyg'ur yo'tkash qaror qilinganligi e'lon qilindi. Hozirgacha oshkorlangan o'lkalardan Xeylongjiang, Shanxi va Ichki Mo'ng'ul qatorliqlar bor. Gansudagi odam qochish mumkin emas bir sayliqqa 2013 yildan boshlab selingan o'tgan yili putgan bir jazo lageri 1 milliondan ortiq odam sig'adigan bo'lib, u yerga Uyg'urni yo'tkash boshlanganligi xabar qilindi. Uyg'ur agentligi yetim bolalar markazlariga yig'ilingan Uyg'ur bolalarining soni 500,000 dan oshadiganligini xabar qildi. Yuqoridagi sonlarni qo'shsak, jami 3,700,000 odam bo'ladi. Bu son Korlida o'ldirilgan 100,000 Uyg'urni hamda tarqoq o'ldirish vositasi bilan o'ldirilgan Uyg'urlarning sonini o'z ichiga olmaydi. Bu yil kirgandan buyon ko'plagan Xitoy ziyolilari 2019 yil ichida Xitoy hokimiyatida bir cho'ng o'zgarish bo'lganligini faraz qilyotdi. O'ttirg'i qo'yilgan ehtimolliklardan bir qanchasi par bo'lib, ularning ichidagi asosliqlarning biri Xitoy hokimiyatining tinch yo'l bilan o'zgarishi. Yana biri bo'lsa, kommunistik Xitoy hokimiyatining o'rilib tushishi bilan Xitoyda bir cho'ng qalayimqanchilikning yuz berishi. Agar ikkinchi xil ehtimollik yuz berib qoladi ekan, hamma odam o'z jinini qutqizib qilishga yuguraydi. Ashundaq ahvolda qamalgan Uyg'urlarga bo'libmi hozir Xitoy o'lkalarida maxfiy qamoqliq turayotgan 1,5 million Uyg'urga har kuni 1-2 vaqt tamoq etib opirib taqitib berdigan odam chiqarmi? Hozir chet eldagi ko'plagan Uyg'urlarning vatandagilar bilan aloqalashib boqmaganiga 2 yil bo'lib qoldi. Menmo shularning biri. Shunga biz vatandagi tuqqanlarimizning hozirgi holatini asosan bilmaymiz. Aloqamiz bor tuqqanlarimizdan boshqa tuqqanlarning ahvolini so'rayolmaymiz. Agar so'rayolgan taqdirdami tutib ketilgan tuqqanlarning ahvolini ularmi bilmaydi. U tuqqanlarimiz vatandimi yoki Xitoy o'lkalariga akitildimi? Biz ko'rishgan tuqqanimiz bilmaydi. Endi mushundaq bir ahvol ostida chet elda sukut turishning qimmati haqida ozroq o'ylanishga to'g'ri keldi.
Nur Bəkirning sadaqatmanligi va uning Xitoyga qo'shgan zo'r töhpisi uni Xitoyning jazosidan qutuldirib qololmadi. Shunlashqa mening sukut turishim vatandagi qarindosh tuqqanlarimni qutuldirib qoladi deb o'ylaydiganlar yolg'iz Xitoy hokimiyatidan rahimdillik tilabli qolmay, yana Allohdan yordam tilashga majbur bo'lishi mumkin. Biz u tuqqanlarimizning ko'pinchisining hozirmi Sharq Turkistonda bor yo'qligini hamda ularning hayot yoki o'ldirilganligini bilmaymiz. Bu yerdagi bir haqiqat shuki, biz chet eldagi barliq Uyg'urlar hozir to'liq harakatga kelib, hammamiz birlikda eng yuqori darajada tirishchanlik ko'rsatib, Xitoy hukumatining iskanjasida turayotgan barliq qarindoshlarimizni yoki barliq Uyg'urlarni qutqizmay turib, o'zimizning tuqqanlarini hargizmo ayrim qutqizolmaymiz. Tugidi. 2019 yil 1 oyning 11 kuni.